Amerika, ot mebelni tan narxida sotasiz. Daromad qanday u narsa? Voh, bu yo'g'ini o'ylab ko'rmabman lekin. Okay, если серьезно, qara. Если серьезно. Omborchi brendi bor. Omborchi brendi bu bitta mahsulotni, masalan, bitta qanaqadir konkretni divanni ikkita emas, 3 ta emas, 4 ta emas, 5 ta emas, 100 ta birdaniga. 3 kun, 4 kun ichida 100 tasini sotib olib turib, maksimal narx pasaytirib, narxi shunaqa o'ringa olib borish kerak, чтобы ano optimchilarning narxi bor, ulardan ham past bo'lsin. Даже optim narxdan ham pastroq bo'lsin. Грубо говоря, hamma do'konlar uchun bu narx tan narxdan ham sal pastroq narx. Tushunasizmi? O'shaning uchun ham tan narx bor-da. Biz как бы donabay sotamiz, lekin при этом agar boshqa joydan olsangiz, tan narxda olgandek bo'lasiz. O'sha narxda. Tushunasizmi? Tushuntira oldimmi? Optimdan ham pastroq, tushunasizmi? Optimdan ham pastroq. No, u limiterованный, то есть qaysidir qanchadir qismi. Естественно, да, конкретный masalan 100 ta konkretni divan ishlab chiqardim, o'shani sota olasan birdaniga, bish deb. Sota olsang, arzon sotishga arziydi. O'sha tanani sotishga arziydi. Agar sota olmasang, bo'ldi, narx ko'tarilib ketadi. Потому что u skladka ishlab chiqarasan, uni o'ta saqlaysan, u joy arendaga olgansan, u aylantirayotibdi, narx oshyapti. Keyingi etapga o'tamiz, u nima deydi? Arendaga showroom olasan, showroomga tiqasan, showroomda yana u odam olasan, u odam uni tushuntiradi nimaligini, uni sotadi, unga komissiya to'laysan, yana imajni qilib oshaveradi. Oxiri klientga qimmat boradi. Agar sen o'sha olgan narxida, tan narxida shunda olding, minimal soqilib sotib olding. Все. Biz o'shanga bormoqchimiz. Поэтому ishlab chiqarish o'zida sqat qilganmiz hozir. Ishlab chiqib o'zida kattaroq sqat qilganmiz. Sotuvlarni shu yerdan ketyapti. Прямой sqatdan. Qichqatga transportirovka, lishniy ras yoqqa toshib, oddiy bo'lsa bitta ishlab chiqarishni ikkinchi joyga olib borishning o'ziga bir dona divan 2 so'mga уже 2000 so'mga narx oshadi, reski. Plus uni ko'tarib tushiradi, urib olasan, bo'ldi, yana ketdi, barak. Yo'q. Короче говоря, uni animasi ko'p. Istoriyasi katta. Поэтому hozir mana shu sqatda joy qilganmiz. Shu Shu omborchi ishlab chiqarishdan chiqadi sqatga, prям ishlab chiqarishi sqatdan sotib yuboradi ular. Tushunasizmi? Primoy. O'zini sqatdan istib yuboradi. O'shanga arzon. Nimaga bu hammasi shu omborchi brendining tegida-da, shunda bo'lsa? Omborchi brendi ostida. Xuddi shunday. Tegida emas, ostida. Ostida. Omborchi brendi ostida.